aziz mehmonlarimizni men mushu faoliyatimizningki 4dan o'rin elishga taklif etib olsam, qizg'in alqishlarimiz bilan shularni oldi bilan men hurmatli aldiqdan mening suyumli qadam ustoz yo'lliq san'atkorimiz, davlatlik 1-darajalik naqshchi, atoqli kuychimiz Farida Mahmud xonim qarshi olamizda. Marhamat. Qani, sahnamizning o'rni olgan bo'lsangiz. Bu yerga bir muzikalar keladi. Dag'dug'liq muzikalar. Shunami? Qaniyada, nima degan go'zal, suyumli kada. Qaniyada, shu yerdan o'rni olsangiz. Ha. Rahmat. Farida adamga bir javob berib aytaylik mehmonlar. Rahmat dada, xush kelibsiz. Ha, undan boshqa yana bugungi bosh sohibxon, hammamizning bu yerga jam qilgan mehmonlarimizdan yana Şinjan YI Muhit Asrash Fan Texniki Çekiliş şirketining bosh lideri Raila xonim qarshi olamiz. Qani, jo'shqin qadamlar bilan sahnamizga marhamat qilsangiz. Marhamat. Chavaklar uzilib qolmasin Raila, marhamat. Qani. Bugun Railaning nurg'unlagan hikoyalariga quloq solamiz, ha? Katta mukofotlarni tayyorladi Raila. Xush kelibsiz. Xush. Chavaklarimiz uzilib qolmasin. Navbatda aziz mehmonlarimizga yana Markaziy teatr institutining Madaniyat san'at ilmiy unvonliq kino yurtining rejissor aspirant, Jungo dramaturg jamiyatining a'zosi, Jungo televiziya san'atkorlari jamiyatining a'zosi, Şinjan san'at yurti opera o'migining rejissori Chingizxon obrazini yoritib bizga to'nilgan atoqli artist Erjan ustoz. Qarshi olamiz ustoz. Qani, marhamat. Kelgan qadamingizga marhaba. Qani ustoz. Ustozlarimizdan yana bugungi mushu faoliyatimiz qadam tashrif qilgan aziz mehmonlarimizdan Şinjan tibbiy dashosining magistr aspiranti, kasbiy vrach Eliyar doktor. Qani, marhamat, sahnamizdan o'rin olsangiz. Eliyar, marhamat. Eliyar, mushu ekansiz. Bir javob berib aytaylik, ha? Qarshi olamiz. Ondan boshqa baydan beri hammamizning diqqatimizni tortib, sahnadan o'rin olgan mana bu bir jiplar bo'lsa, mayli do'yim bo'lamdi, mayli havzan bo'lamdi, mushu to'r dunyosida o'zining nodir naqshlari bilan muhabbatlik beqib turib aytgan shu muhabbatlik naqshlari bilan ko'rmanlarni o'ziga jam qilib kelayotgan yosh kuychilarimizdan Bahrdan shundaqla Zumrat qarshi olamiz sizlarni. Muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar. Qani. Ondan boshqa bugun ismi tilga ilinmagan nayti mehr muhabbat bilan bizga qarab turayotgan hurmatli sazovor ustozlarimiz qatnashibdi. Menga aka yo'lliq, qadrli mehmonlarimiz qatnashibdi. Aka yo'lliq, ini yo'lliq, hadi yo'lliq mehmonlarimiz qatnashibdi. Shundaqli yana tövanda o'tirgan, garchi bizningki hurmat taxtimizdan o'rin olmasimi, tövanda turib, sal turib bizga nomerlarini taqdim qilmoqchi bo'lgan yosh naqshchilarimiz qatnashib tashrif qildi. Ulardan yosh kuychilarimizdan Nigar, shundaqla Dilnaz. Qani Dilnaz? Muborak bo'lsin, namolarni qarshi olamiz. Dilnaz xonim, qani, marhamat. Kira. Javob berib aytaylik, ha, yosh kuychilarimizga. Qani, Dilnaz xonim, bu yerda bir o'rin olib tursangiz, yana bir nim qilaylik, ha? O'rin almashtiraylik. Undan boshqa naq maydondagi menga kulimsirab turayotgan aziz mehmonlar, opalar, dadalar, aka-inilar, hadi-singillar, hammanglarning kelgan qadaminglarga yana bir qitim marhaba. Rahmat. Ruxsat qilsanglar, men o'rnimga berib o'tirg'ach, boshlab ketsam bo'ladimi? Rahmat. Mana bugungi faoliyatni ro'yobga chiqarish uchun bizningki bosh sohibxonimiz Raila nihoyatda tirishchanlik ko'rsatib, bugungi naq maydon tarqatishimizning utuqli bo'lishi uchun ko'rmanlarga katta mukofotlarni tayyorladi. Ham shundaqla mana hurmatimizga erishib turgan san'atkorlarimiz, kuychilarimiz o'zining nodir san'at nomerlarini bizga taqdim etdi. Navbatda hammamiz hayajonlanib turayotgan shu paytda men suyumli ustozim, mening nihoyatda yiqishliq, mayli mijoz xarakter, mayli san'at tarafiga aloyiqtirda bo'lsin, biz yoshlarga ham shundaqla barliq naqshchilarimizga ulgu bo'lib kelayotgan suyumli san'atkorimiz Farida Hadamni mushu mikrofonni bersam, bugungi faoliyatimizga texmo o't
qizg'inlikni qo'shib ekan deb o'ylayman. Qarshilamsizlar? Kuychi to'ridagi barliq ko'rurmanlar yaxshimi? Men Farida Mamatdan hammanglarga sig'inib salom, o'tliq salom. Hamda bugun shu faoliyatni ro'yobga chiqarib, shu YEI suv saqlashtirish uskunalariningki boshlamchisi singlim Railaninki buningdan keyingi ishlarining to'liq dag'dam bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. İşleriniz texmo. Rahmat. Ro'naq topsin singlim. Rahmat. Singlim Maynur shunchalik go'zal so'zlarni qilib, bu bizningki bugungi faoliyatimizni jonlantirib etdi. Singlim sizga rahmat. Mikrofon. Bugun mana shu Erjan ustozni ko'rib shunchalik hayajonlandik. Davomliq ekranlarda, kinolarda ko'rib turamiz. Bizningki Qozoqlarningki Qozoq birdan-bir ama shu Jungyan Shijishuyanni bitirib kelgan, anandagi nurg'un kino teatrlarda rol olib, shunchalik bizni kinochiligimizni to'liqlagan birdan-bir san'atkorimiz ham rejissor. Bugün Ercan'ı görüp şundaq hoş oldum. Tövende men özümninki en yaxşı gördüğüm naqşlarımdan birini soğuk qılıman. Onun aqıdım ben dutta bilen naqş orundap biriman. Aldı bilen men şu G'arb Sayat filmideki Shaliva degan naqshni orundap biriman. Qinamsa qabul qilgaysizlar.
Rahmat, rahmat. Voy. Rahmat. Hijab chiroyliga. Rahmat sizga. Rahmat. Güzel ovozli ustozim. Suyimli adam. Gullar shunchalik yarashdi sizga. Ataqliq naqshchimiz Farida Mahmud xonimga mush yerda yana bir qitim ovozimizni chiqarib turib rahmat aytib o'taylik chavatlar bilan. Rahmat. Rahmat ustoz. Mana mushunga o'xshash go'zal daqiqalarda Bosh Soyibxon Raila o'rinlashtirgan mushu faoliyatda uchrashdik. Uzundan bir seg'ingan naqshlarni angladik. Nayta qizg'in kayfiyatga cho'mdik. Bugun biz zodi nima maqsadda yig'ildik? Biz zodi nima ish qilmoqchi? Mushu savolga javob tepish uchun men navbatda bugungi mushu faoliyatimizni o'rinlashtirgan Xinjiang Yei Muhit asrash fan texnika chekish shirkatining bosh lideri Raila xonimni sahnamizga taklif etaman. Qani, Raila, o'rin olsangiz. Turibman. İşkilimiz seyrixran yaxshi ko'rdik ekanmiz. Qani, Raila unda bo'lsa bugun mushu naq maydon taqtish qatnashgan, ko'rayotgan barliq ko'rmanlarimiz, naq maydondagi barliq mehmonlarimizning imtiyozlari, bugungi faoliyatimizning xarakteri, zodi nima ish qilmoqchi degan savollarga bir javob berasiz. Qani. Bo'ldi. Salom. Naq maydondagi va naq maydonda ko'rayotgan barliq ko'rayotgan barliq azizlarim, ya'ni meni qo'llayotgan ustozlarim, hammanglarga ko'pdan-ko'p rahmat. Bugun meni qo'llab naq maydonga kelganlar va shu ekran oldidagi ko'rmanlarga Xinjiang Yei Muhit asrash fan texnika chekish shirkatidan o'rinlashtirgan bir necha xil mukofotlarimni tushuntirib o'tsam. Bugungi naq maydonga kelganlarga moba bevosita ko'rsatayotganlar yana birinchi mukofotimiz bo'lsa, bizniki 6888 yuanlik Yei markasidagi suv saplashtirish uskunimizni, ya'ni bevosita tarqitish kanaliga odam akirgan, eng ko'p akirgan bizniki chempionimizga birinchi bo'lganlarga mukofot, bu mukofotimizni taqdimiz. Ikkinchi mukofotimiz bo'lsa, bizning 598 yuanlik suv tozalash chaynikidan 10 talni, ya'ni bizniki bugungi shu naq maydonda so'zlangan bizning naq maydonda so'zlangan shu nimalarimizni, mazmunlarimizdan savol-javobliq savolimizga javob bera olganlarga bir taldan 10 nafar soni 10 tal suv qilamiz. Uningdan boshqa naq maydonga kelgan va mushun bizningki bevosita ko'rishimizga kirgan ham har bir ko'rurman va aziz mehmonlarimizga 298 yuanlik Yei markasidagi suv tozalash oshxona go'hiridan bir taldan so'g'at qilamiz. Albatta, kirasini o'zinglar to'lab elib olasizlar. Bu bugungi bizniki eng chong imtiyozimiz bo'ldi. Ko'pdan-ko'p rahmat. Raila, baydan beri davatgan shu mukofotlar naq maydonda bormi hozir? Chaynak naq maydonda bormi yoki ochiq? Baba. Qaysi? Bir ko'z tutaylar, bevosita tarqitish ko'rayotgan ko'rmanlar qiziqyapti hozir. Mushumi ya? Chaynakimiz shu. Demak, buningdan nechini so'q qilamiz? Manodan 10 tal. 10ni so'q qilamiz. Qanday kishilarga so'q qilamiz? Ko'rmanlar yana bir deb beraylar. Anglayolmay qolganlarga. Haqsiz mukofot degan hamma qiziqtiradigan ish-chi. Bizniki bugungi mazmunimizda so'zlangan mazmunning savol so'raymizga sal turib. So'rgan savollarimizga to'liq javob bera olgan ko'rurman va naq maydondagi aziz mehmonlarimizga o'qilamiz. Mehmonlarni hamsi so'q qilamdi. Savollarga javob bergan. Savollarga javob bergan. Maydondagilarga javob bersa bo'ldi. Bo'ldi. Ekrandagi ko'rmanlarga javob bersa bo'ldi. Mana amsa 10 tal chaynak ketdi. Asli bahsi necha bo'ldi? 598 yuan. 598 yuan qimmatidagi chaynak 10 mukofot ganjimi? Mazmunlarga diqqat qilish o'tiranglar ko'pchilik ko'rmanlar. Kirasini o'zimiz shirkat tarafidan to'lab sapirmiz, Kirasi bichida. Uningdan boshqa hamdiylikqa eng ko'p tarqatganlarga mukofot dedingiz. Qaysi mukofot bo'ldi? Bizning naq maydonga qo'yilgan o'sha 6888 yuanlik. Bizning chatdik shuma. To'g'ri. Erkin azoda bo'layli, Meningcha shu cho'qim ko'rish kerak. Apparatni musha tiklash kerak. Mana, yarashdimmi?
Ben geleyim. Keling Rayla. Özümle düşündürütey. Ha. Bizdeki kaynak su, soğuk su, ilman su çıkırdıgan, yani doktorxan derecelik 6888 yuanlik su saplaştırış üskünümüzden birini soğuk kılımız. Manam. Bugünkü Naq meydanının faaliyetini en köp taqatqan. Aslı bazı 6800 888 yuan. 6888 için taqtımız bir ne? Bir ne? Kuyçi bevas tarqitish subsidiki barliq ko'rmanlar diqqat. Mushu bugungi naq maydon tarqitishimizni tarqatgan vaqtda ma yon tarafda bir yan cheksanglar tarqatgan kishilarning soni chiqidi ham birinchi ikkinchi uchinchi deb tizilib mangdichu kim eng ko'p tarqatdi deb shu yerdagi o'rindan birinchi o'ringa chiqqanlarga 6880 yuanlik mana shu suv saplashtirish uskunasi sovg'a qilindichimi kim zodi eng tirishchanlik ko'rsatib mushu mukofotga erisha oladi. Albatta kirasi bilan o'rin tushaqqa bichchidajimi butunlay biz shirkat tarafdan o'z ustimizga olamiz. Ziyon tatmamsiz bunda bo'lsa? Bugungi ko'rurmanlarimiz va naq maydondagi azizlarimiz uchun men uchun sharaf. Rahmat Rayla. Rahmat, bu şey bir chavak keldi deb o'ylayman. Qani. Yan birsi ash xili. Uni kimlarga beramiz? Uni har bir ko'rurmanga. Har bir ko'rurman deganingiz naq maydondagi. Naq maydondagilarmi shularning ichida? Ha. Hey, har bir demang necha yuz ming odam ko'rdi, qo'rqatma. Hammasiga berma. Ashtama? Ha. Qandaq erishidi? Sal turib bizningki shirkat tarafininki organ saloni va bizningki aloqalashish telefon nomerimizni sal turib chiqaramiz. Shuning qushi olsa biz bilan aloqalashib nimasini yo'llasalam, adresini yo'llab biz bilan aloqalasha olgan har bir aylanga beramiz. 298 yuan. Albatta buning kirasini o'zi topshirib elib oldi. Bugun xili ziyonlar bakar aylamsa sizga. Yo'q, unda emas. Xabar topdik, qani. O'rin olsangiz. Rahmat, xo'sh bo'ldik. Raylaga bir javob berib etaylik, ko'pchilik. O'tamdim. Mushunchalik bizning hurmatimizga sazovor bo'lgan aziz ustozlarimizni taklif qilib, shuncha ko'p mehmonlarimizni taklif qilib, yana shundaqla ehra oldidagi ko'rmanlarimizga, naq maydondagi mehmonlarga shuncha ko'p katta mukofotlarni sovg'a qilish odatdagi shirkatlarning, odatdagi korxonachilarning qo'ldan keladigan ish emas-ku. Menimcha bugun so'g'atlar xeyli ko'p taqdim qilinib ketgandek. Chunki hozir bevos tarqitish orqali bugungi naq maydon tarqitishni ko'rayotgan ko'rmanlarning soni shiddat bilan eshiyotidichu. Zodi kim o'sha 6880 yuanlik suv saplashtirish uskunasiga erishadi deb hozir tirishyotdi. Undaqda fursat kutib taqanlarga emas, tirishqanlarga mansub. Xo'sh, unda bo'lsa faoliyatimizni davomlashtirib ketamiz. Mush yerda qizg'in olqishimizni biz yana bir qatim Raylaga berib etaylik, ha? Rayla. Rahmat. Japa chekibsiz. Rahmat. Unda bo'lsa men navbatda nayti hayajonlanib turib o'zim nayti yaxshi ko'radigan ikki naqshchimizni tilga olaman. Bu naqshchilarimiz bo'lsa, boy men ta'riflab o'tgandek, mayli do'yim bo'lamdi, mayli havzan bo'lamdi, ish qilib mushu to'r tarqitishlarda o'zininki go'zal naqshlar bilan ko'rmanlarga, anglovchilarga huzur bag'ishlab kelayotgan naqshchilarimizdan o'zining chiroyli ovozi, o'zgacha xosligi bilan mastallarning qo'llashiga erishayotgan kuychimiz, Markaziy Meyiplar san'at o'magining atoqli naqshchisi Zumrat Alim xonim. Shundaqla Xinjiang Avtonom rayonlik muzikantlar jamiyati Ommabop uslub jamiyatining a'zosi naqshchi Bahriddin Tursun apandi bir jupla sizlarni yana bir qatim qizg'in olqishlarimiz bilan qarshi olamiz. Ham shundaqla mikrofonni sizlarga beraman. Go'zal naqshlaringlardan bugun anglamasak bo'lmaydi. Qani, marhamat. Tamam. Unda bo'lsa Bahriddinbek qiziq gapdan birini qildi. Oshkorlab etay, ha. Maynur 1 minut gap qilib turing, naqshamni tanishib etaylik deydi muzikani. Gap qilib turadigan vazifa bo'lgan keyin gap qilib turish kerak. Rahmat. Rasulsa men gap qilishni yaxshi ko'raman-ku. Riyosatchi shu gap qilishni yaxshi ko'rish kerak. Chunki sahnaga chiqqandan keyin nima degan go'zal jup ko'zlar tikilib turayotgan tursa, gap qilishiga mening baxtim, mening xo'shalligim. Rahmat hammanglarga. Rahmat. Rasnisan boydan beri aziz mehmonlar qatoridan ismini atab tilga elib qadam tashrif qildi deb olqish sadolarimizni bermay qoldik, ammo chiqib turdi. Bugungi mushu faoliyatimiz qadam tashrif qilgan mana bo'libmi mushu istalda o'tirgan
Маңа мехірлі күліп тұрған өрмәткі сазавар әділі. Мұндақ жетқан чағын маңа апы yolluq ұстаздарымыз мы бакен. Nurg'ulg'an tajriba saboqlarni yakunlab mana bugun yoshlarga ilhom bergili kelibdi. Ya'ni shundaqla buni istalda o'ltagan akillarimiz, keyingi istalda o'ltagan adillarimiz, nima degan yoqimli, chiroyli, go'zal adillarimiz. Rahmat sizlarga, yana bir qatim xush keldinglar. Hammanglarga shundaq javob berib bitaylik ustozlarga, adillarga. Rahmat. Shunchalik suyundim. Yoshlar qaraganda cho'nglarimiz qadam tashrif qilib bizga shundaq illi qarab tursa, biz ilhomlanib ketadi ekanmiz. Sizlarning qo'llashinglar bilan biz go'zal natijalarni barliqqa keltiramiz. Albatta, ro'ylarimiz shundaq. Muşu yaşlı çoğun ustazlarımız, moyisipitlerimiz, hadillerimiz qancha qo'llab, qancha chavaklarni yangratib bersa, Raila meningcha qattiq mas'uliyat tuyg'usi bilan texmi ko'p natijalarni qo'lga keltirdi deb o'ylayman. Shundan mehmonlar. Shundaqmi ikra oldidagi qadrli ko'rmanlar. Kuychi bevositalik supsi orqali bugungi naq maydon faoliyatimizni ko'rayotgan barliq ko'rmanlarimiz bugungi mukofotlar intayin sarxil. Mana maydonimizda tizilib ketdi. Ko'rmanlarning hammasiga mukofot bor dedi. Albatta, siz qandaq aloqalashib elib olasiz. Diqqat turing. Bizniki mushu fikr sanduqlarimizga uchurlar yozilib turdi. Shu orqali undidar to'plariga kirib olasizda 280 yuanlik 98 yuan. 298 yuan. Yuanlik mukofot buyumini qo'lingizga elib olasiz. Undan boshqa kuychi bevositalik supimizniki bugungi faoliyatni tarqatish orqali birinchi o'ringa chiqqan mehmon 6880 yuanlik suv saqlash uskunasiga erishsiz. Nima degan katta mukofot bu? Ben taqtayım ki hazır bir taqasam aldık etmedim. Taoba'daki bahası 27 ming yuan ha. Taoba'daki bahası. Su saplaştırış üskünesininki Taoba'daki bahası 27 ming yuan. Zavod bahası 6888 yuan. Zavod bahasıdaki zavod bahası to'g'ri. 27 ming yuanlik chumo. Agar hozir apparatni şey yiqroq tiklab bersam ham bo'ladi. YI markasidagi mushu su saplashtirish uskunesini biz Taoba'dan izlasak 27 ming yuan chiqadi. Demek siz bugün bevosita tarqatishni qo'llash orqali tirishchanlik ko'rsatish orqali haqsiz erisha olasiz. Rahmat. Müzik tayyor bo'ldimi? Bahriddin bilan Zumratning naqsini shunchalik anglag'imiz keldi. Bahriddin bilan Zumrat rostni aytsam, o'zining naqshlari bilan emas, mushu turmushdagi mehr muhabbati bilan, oila qurishdagi nayt ilg'ar taraflar bilan yoshlarga ulgu bo'layotgan do'stlarimiz. Ularningki bir-biriga beqishib turib aytgan shu naqshlari albatta tor dunyosida yoshlarimizni emas, cho'nglarningmi hurmatiga, olqishiga erishyapti. Bugungi faoliyatimizda biz bularning seg'ingan shu go'zal naqshlarini anglaymiz. Men aytayman yana naqshini. Maylimi? Sizlarning naqshinglarni aytayman. Yo'q. Yanıla altını zəgə soxsun, qeyib gitmiş yədə. Şundaqmı ikra aldıdı ki, qadərli görüməllər. Mən muş mikrofonu tövəngə öp düşəy dəb oyladım. Əgər aparat yetişələb qalsa, bana əgişib bəsənlər, mən muşu suyumluk apıllarımızın yeniği bir baray dedim. Rasılsa mən bək yaxşı gördüm bu apıllarımızın için. Muş yəgili kiley. Neymi degen yıqımlıq, neymi degen suyumluk yədə. Hada sizningki ikki so'zingizni anglayli deb o'yladim. Nima sababdan bu faoliyatga qadam tashrif qilib qoldingiz? Omoqligini adamni bir javob berib aytaylik, ko'pchilik. Voy. An hatta qildi, an evang elevelaga berib taqtıyatdı, am ağlaymandı, taqtıgan narsa emas. Qız Allah'ın elevelang degan aman gün qiyada. Həmmimizin məqsədi sağlamlıqqa erişiş. Hər bir adam hər qaçan özünün sağlam bo'lishini, sağlam yaşashını, sağlam turishini xohlaydi. Shuning uchun müşakkab suv saplashtirish uskunesini setib olish uchun keldim. Naq maydonni setib olish emas, haqsiz mukofotlar borga chiqib qolar deb o'ylayapsizmi yoki cho'qim naq pul olamsiz? Umid var, yashayapman o. Rahmat ada. Rahmat. Hammanglarga rahmat. Bahriddin tayyor bo'ldimi? Naqshimiz ketdi unda biz. Men mikrofonni yosh naqshchilarimizdan Bahriddin bilan Zumratga berib qizg'in alqishimiz yanada o'sha bir juplash uchun. Marhamat.
muhabbat seni chaqirganda sen uningga ergashgin. Gerçi yol egri to'qay müşkül bo'lsin. Muhabbatning qanotlari seni o'raganda uningga bo'ysung'in. Gerçi qanotlarning ichiga yoshirilgan o'tkir tig'lari teningni tilib laxta qilsin. Bir ömür sakladım, unuttum beni. Azap buldu muhabbet, hasretlik türkünler. Şirket tarihi. Yürekte kal. Şirket tarihi. Şirin güler. Azap buldu muhabbet, hasretlik türküler. Yürekte kaldı bu şirin güler. Muhabbet utlarda köydürmegi. Muhabbet közlerini yaşlımığın. Muhabbet nadanğa taşlımığın. Sarlandı bu yürek kıynımığın. Muhabbet nadanğa taşlımığın. Sarlandı bu yürek kıynımığın. Küllerim öter mi? Yarı yarı dep küylep seni. Hayalım bek olsun. Asli sen her bir seni. Sen bilen başlanır. Ben güzel aslimeler. Sen bilen tüydüm o şirin küller. Sen bilen başlanır. Ben güzel aslimeler. Sen bilen tüydüm o şirin güller. Muhabbet otlarda köydürmegi. Muhabbet közlerini yaşlımığın. Muhabbet nadanğa taşlımığın. Sarlandı bu yürek kıynımığın. Muhabbet nadanğa taşlımığın. Sarlandı bu yürek kıynımığın. Sarlandı bu yürek kıynımığın. Rahmat. San'at beg'idagi bir juftlarga yana bir qitim rahmatimizni aytamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Albatta go'zal xalq naqshlarimizni yangrab tursin. Bu ishkalarni aytgandek muhabbatli naqshlarmi yangrab tursin. Bizningki san'at sepimiz, sahnalarimiz, ekranlarimiz mana shunday go'zal naqshlar bilan har vaqt rangdor bo'lmoqda. Xo'sh,
Endi bugun naq maydonga kelgan aziz mehmonlar, ham shundaqla ekrandagi qadrli ko'rmanlar biraqur tushunchaga ega bo'ldi. Ha, biz bugun YI shirkatiningki suv saflashtirish uskunalari haqida xabardor bo'ladi ekanmiz, yangi uchurlarga erishadi ekanmiz deb. Chunki hammamiz sog'lomlikni tashabbus qilayotgan hozirgi kunda pokiz suv ichish hammamiz ehtiyojli bo'layotgan bir tur deb o'ylayman. YI shirkati zodi qachon qurilgan, qandaq tarixiga ega, buningdan keyin zodi nima ish qilmoqchi deganga o'xshash hammamizning bir tushunib boqqisi keldi deb o'ylayman. Shundaqmi? Bir tushunib boqaylik o shirkatni. Qanday dedim? Albatta, shirkatni tushuntirish uchun yanona bosh sohibxonimiz, bosh lider Raila xon qizni taklif qilamiz. Qani, Raila, sahnimizga marhamat. Marhamat. Bilib turayli. Raila, shirkat haqida bir azroq tushuncha bersangiz bo'lmaydi. Hozir ekrandan bir ko'ritamdik. Ekranda film tayyormi? Ha, tayyor. Ha, shirkatningki tunishtirishni bir ko'rib yetaylar oldi bilan ekran orqali. Uning keyindan Raila tushuntirib bersa, texmi mukammal bo'ldi deb o'ylayman. Shu. Qani Raila, 1 minut o'ltiring, ekran qo'yilib qo'yguncha. Fan texnikaning ushqanday taraqqiy qilishi savdo andisi va iste'mol usulini tubdan o'zgartdi. Elektronlik savdo an'anaviy savdo andisining o'rnini egalladi. Undidar qisqa uchur kasbining o'rnini egalladi. Dedi, taksiga o'ltirish usulini o'zgartdi. Mobay yechil va hammaga yaqin qatnash quroli bo'lib qoldi. Amaliy do'kon savdosi bag'azir kasablashdi. Davomli yolg'iz an'anaviy savdoga tayonganda shallanib ketish muqarrar. Iqtisodni ham bahrlash, mulozimatni yangilik yaratish, yangi taraqqiyot fursatlarini etkiladi. Kelgusini o'zgartib, yangi holat barpo qilish. Davr bilan tang ilgarilagandilar, ondan go'zal kelgusini yaratqili bo'ldi. Hozir Jungoda mulozimat, sog'lomlik kasbi gullanmoqda. Xalqning kundan kuniga eshib berayotgan go'zal turmushga bo'lgan ehtiyoji dal butun mamlakat xalqining a'lo sifatli mahsulot, sog'lomlik va mulozimatga bo'lgan qizg'in orzusini ko'rsatdi. Umumiy xalqning sog'lomligi bo'lmasa, umumiy xalqning onliq turmushi bo'lmaydi. İçimlik su sağlamlığı çokum aldığın o'rin qo'yildi. YI guruhi davlatning chaqiriqiga aktiv ovoz qo'shib, yangilik yaratib, amaliy iqtisod shaklini o'zgartirib va mukammallashtirib, suv saqlashtirish uskunasining tabiiy mulozimat xarakteri va insonlarning suvga bo'lgan hayotlik ehtiyojini ko'zda tutib, mahsulot, mulozimat va savdo andisini birlashtirib, yangilik yaratib, hammaning oldida suv bulishishga, to'g'rilishga qarab yuzinishdek yangi taraqqiyot davrini hozirladi. YI guruhi maxsus suv saqlashtirish kasbidan 20 yil izlanib, 20 xil davlat patentiga erishib, Amerika olam boshlig'i RO Patur Osmos suzish yadroliq suv saqlashtirish texnikasini kirgizib, jungoliklarning qaynoq suv ichish odatiga birlashtirib, jungocha alaylikka ega butun iqtidorliq issiq sovuq birlashtirilgan suv saqlashtirish uskunasini maydonga keltirdi. Davr kelgan fursatni ching tutib, savdo mo'jizasi yaratish. YI guruhi davlatning qo'sh barpo qilish chaqiriqiga aktiv ovoz qo'shib, Alibaba, Tungshun, Jingdong bilan hamkorlashib, O2O halqasi barpo qilib, amaliy do'kon bilan to'r savdosini butunlay moslashtirdi. Guruhning kasb doirasi ushqanda kengayib, Shimoliy Jungo, O'rta Tuzanlik, Janubiy Jungo, G'arbiy Shimol, Sharq Shimol qatorliq joylardagi 20 necha o'lka, 1000 dan ortiq shahar nahiya, 20 mingdan ortiq yez bozorlarda setishdan keyingi mulozimat nuqtasi ta'sis qilib, uda 3 yil butun mamlakat bo'yicha setish miqdorida oldingi o'rinda turib, butun iqtidorliq issiq sovuq birlashtirilgan suv saqlashtirish uskunasidagi oldin tanlaydigan markaga aylandi. Yangi davr, yangi fursat. YI mulozimat va yangilik yaratishni chiqish nuqtasi qilib, 3 yildan beri necha 10 million yuan mablag' ajratib, to'r texnikasiga mablag' silib, cho'ng sonliq ma'lumot, bulut ambiri, ko'chma sonliq ma'lumot to'plash bilan aloqa, odatdan tashqari bulut hisoblash va ko'p qatlamli parolni bir gavda qilib, YI suv saqlashtirish mulozimati qo'shilgan aqliy iqtidorliq bulut supisini barliqqa keltirib, YI aqliy iqtidorliq to'rlashgan suv saqlashtirish uskunasini barpo qildi. YI aqliy iqtidorliq to'rlashgan suv saqlashtirish uskunasi mahsulot bilan yonfinni o'zaro ulashni amalga oshirib, abon, mahsulot, mulozimat qatorliqlarning uchurini to'plab va analiz qilib, abonlar uchun tez va qulaylik mulozimat bilan ta'minlab, suv sutini to'g'ri tekshirish, süzgichni almashtirish askartisi. Bir kunupka orqali oldin mulozimat kelishish, yonfin orqali pul to'lash mulozimatlarini yo'l qo'yib, nurg'un qulayliklarni yetkazdi. YI'da oliy darajalik suv saqlashtirish uskunasi haqsiz yetkazildi. Savdogarlarning mol kirgizib saqlashi ojizsiz. Supa orqali avtomatik foyda ayriladi. Qolgan vaqtda foyda sommasini chiqarishga bo'ladi. To'g'ri savdo qilish mushundaq oddiy.
Yeni iqtisod gavdasi texnikadagi yangilik iste'mol saviyasini yuqori ko'taradi. Yangi savdo andisisi mulozimatdagi yangilik kasb sohasidagi namuna barpo qiladi. Yangi davrdagi savdo andisida kaskin raqobatni hamkorlashib o'rtaq manfaatlanishga o'zgartirish. Mayli siz oliy maktab o'quvchisi bo'lib, to'van selim bilan egilik tiklashni o'ylang yoki an'anaviy savdogar bo'lib, tez taraqqiy qilishni o'ylang. Mayli siz spa orqali kishilik munosabat to'ringizni kengaytirishni o'ylang yoki boylik manbasini birlashtirib, bir qitimliq sakrab ilgarilashni o'ylang. GIga a'zo bo'lib, biz bilan birlikda 20 yillik muvaffaqiyat amaliyatidan o'rtaq bahramlanib, birlikda yangi sistemni shakllantirib, cho'ng sonliq ma'lumotdan tang bahramlanib, cho'ng spa orqali savdoda natija qozondik. Ko'pchilik egilik tiklab, hamma yangilik yaratish. Jungoning jamiyat iqtisodini o'zgartirish va taraqqiy qildirishning talabi. Jungoning o'rta darajalik taraqqiy qilgan davlatlar qatoridan o'rin olishdagi chaqiriq. GI suv soplashtirish kasbi dal mulozimat kasbi degan bayroqni egiz ko'tarib, qo'sh barpo qilish ideyasini amaliylashtirib, ko'plagan hamkorlashuvchilar bilan birga umumiy xalqning sog'lom suv ichish orzusini amalga oshirib, umumyuzlik holliq jamiyat barpo qilishni ilgari surib, Jumhur millatlarining ulug' gullanishini ishga oshirish uchun bir kishilik to'hfa qo'shidi. Vay. Ovoz. Xotinning ovozini. Rahmat. Vay. Raylarning ovozini echitayli, naq maydondagilarga nisbatan ovoz to'yan bo'lib qoldi ekan. Vay. Bo'ldi. Hozir ekranimizda ko'rib o'tgandek, EI shirkatimiz, ya'ni shu mamlakatimiz bo'yicha va eng ilg'or suv saqlashtirish uskunasi bu EI suv saqlashtirish uskunamiz tunji bizningki abonentlarimiz bilan yuz ko'rishga vaqti 1989-yili qurilgan zavodning mas'uliyati. Oyu tarix xil uzun kelishimi. 1989-yili EI markasida anga elinib, ya'ni bizningki abonentlarimiz bilan bizningki iste'molchilar bilan yuz ko'rishgan, tunji yuz ko'rishgan mas'uliyat, ya'ni hozir qadar 30 yillik tarix ega. Mamlakatimizda bo'lsa, zamonaviylashgan o'z oldiga tadqiqot markazi bor bo'lgan, ya'ni davlat darajalik tadqiqot markazi bor bo'lgan. Tadqiqot markazlari bo'lsa, Wuhan'da shu, Huazhong'da shusi, Jungo geologiya dashosi, Dijda shu, geologiya dashosi qatorliq dаңlıq maktablar bilan hamkorlashib tadqiqot markazi qurib chiqqan shirkat hesaplandı. Yani biz bilan yüz görüşken mas'uliyatimiz bugün EI mas'uliyatininki şirket tarihi müşinchilik. Yani mamlakatimiz bo'yicha 2010-yili 10 cho'ng marka qatoriga kirgan. Mamlakat bo'yicha suv saqlashtirish sohasida 10 cho'ng marka qatoriga kirgan mas'uliyat. Sal turib mush savollar so'rildi juma ko'pchilik. Quloqlar tayyor tursin. 2010-yili, ha? 2010, hozir qadar 11 yil burun, ya'ni 10 cho'ng marka qatoriga kirgan. 10 cho'ng marka qatoriga kirgan mas'uliyat, ya'ni bay ekranimizda ko'rib o'tganga o'xshash, olam bo'shliqi RO ta'tir osmos yadroliq texnikasi qo'llanilgan. Pek murakkab so'zlarga men tushunamadim rostdan. Buni qisqacha qilib aytsak, hamda bu ilqi bizningki havo bo'shlig'iga chiqayotganlar shu vaqtda tadqiqot qilib, o'zininki kichik tarixi, ya'ni bilan niyoyi xayyi, ya'ni o'zininki shu tar tomchilarini suzib, ichib iste'mol qildigan shu vaqtida tadqiqot qilgan. Ya'ni shu bizningki EI markasi dal shu vaqtda tadqiqot qilgan shu texnikaning patenti. Şuna şijediyi deb ataydı. Dünya boyunca tunji Chenzhou Dingji Jishu texnikasi dünya boyunca eng yuqorqi texnikada. Bizniki EI markasidagi mas'uliyatimizniki suv saqlashtirish uskunamizning texnikasi dünya boyunca ilg'or texnikalik, tunji ilg'or texnikalik deb buning nomlari bor, xabarlarda qo'yilgan. Şundaqla bizningki Şinjanğa
2018-yili 4-ayning 1-i meningki akirishim bilan bizning Şinjan diyarımızga yetib keldi. 3 yillik tarixi ega bo'libdik mana. Şinjan kirgani 3 yil bo'lib qoldi. 3 yil bo'lib qopti. Hozir hamda nurg'un yaxshi natijalarni qo'lga keltirib, har biringlarning oldida bir dasturxon sag'idek bugungi kunga ulashdim. Hammalarning qo'llashidan ayirib qarag'il bo'lmaydi. Ko'p rahmat. Rahmat. Ay, güzel atlaslar. Rahmat. Ailəyə ən yaraşdı. Sovqatlarni qabul qilinglar mana, qo'llovchilar, hamkorlashuvchilar. Rahmat. Rayla, unda biz qanday bo'lib bu suv saflashtirish uskunasidan iborat bu turni tanlab qoldingiz? Amaliyat shu vaqtning o'zidami tur intayin ko'p vaqtlar. Balkim sizning bu tarafda bir hikoyalaringiz yoki bo'lmasa bizni qoyil qilgudek bir javoblar bo'lishi mumkin. Anglaylar. Bo'ldi. Men ismini bilsam, men Xotan diyorida tug'ilib, o'sib yetilgan. 13 yosh vaqtimda bir meniki Narvachamniki Urumchiga akilib menga yaxshi otadarchilik qilish, ya'ni naq maydondagi Gulbar adam. Meniki Narvacham bo'ldi. Ko'p rahmatmish. Fursatda rahmatimni bildirib olay. Shunaqla shu taraqqida intayin yaxshi sog'lom tarbiyalanib, sog'lom cho'ng bo'lib, o'zim aqlimni bilgilab holatga yetgan vaqtimda meningki aziz diyorim bo'lgan Xotandagi urug' tuqqanlarim, ya'ni o'zimniki hamda to'qan ota-onam shunchalik hamda yezidi bo'lg'achqa dehqonlarniki bir nimalari intayin japalıqda hamda qiyin sharoitda biz shunchalik yaxshi Urumchilarda yaxshi nimalardan o'ta sharoitlarda turyapmiz. Shundaqla shu yerga nazar soldim. Yurkim shunchalik bir xil ular qandoq qilib bir yordam qila olaman, kichikkina bo'lsa men cho'ng ishlarni qila olmasam, kichik bo'lsa qanday yordam qila olaman degan umidda izdandim. Izlanish jarayonida shu yerdagi tuqqanlarimniki chilam bilan yangoq o'stirayotgan mazgili bahosi intayin tuvan. Albatta Urumchi Shikir o'lkalarda 100 necha ko'y sotilayotgan bo'lsa, shu sharoitda 10 necha ko'y. Men endi garchi ayol kishi bo'lsam, qilayotgan ishim intayin jafoliqdi. Garchi ayol kishi bo'lsam, men mushu turni, mushu sovdan tanladim. Shuna qilib, bu tanlashdagi maqsadim albatta nima ish qilsam bo'ldi. Yeni kishilarmi bor? İqtidor bo'ldikan, har qanday ish qilsak albatta muvaffaqiyat qozona olamiz. Bu mening prinsipim. Men shu vaqtda shu qarindoshlarimga yordam qilish ichimda bir xil o't kuydi-da. Shuning bilan men Chilon yangoq savdosini boshladim. Nechinchi yillar bu? 2008, ya'ni Kukkuyuda tashviqot qilayotgan vaqtlar. 2007-2008 vaqtlari. Shu vaqtda Kukkuyu orqali men Ishkir o'lkalardagi qarindoshlarimizga intayin yaxshi bo'lgan mahsulotni tavsiya qildim. Albatta ular meni izlab kelib bizningki shu yurtlarga berib setib oldi. Albatta men foyda olmagan asosda shu dehqonlarimizga xaridorni bevosita tunishtirib qo'ydim-da, necha yildan buyon. Bu ishlarimni men hech kimga demadim. Hatta bugungi mushu so'zlarimni hatta mening ammamni bilmaydi. Mana men mush naq maydonda so'zlab turibdim, nurg'un xalqning oldida. Mana men bugun bu hikoyalarimni oshkorlab etdim. Endi yaxshilikning keyni bir yaxshilik deb, mening yaxshi ko'nglimningki bu keynida bizningki mushu suvda nazoratidan nurg'un rahbarlarimizningki ixtiyorsiz diqqatini tatdim. Intayin yaxshi bo'lgan bir nimalarni badi menga imtiyozlarni yaxshi bo'lgan kuyinish, mehribonlik qo'llashlarni qilib berdi. Shu asosda 2018-yili endi biz intayin ta'sirlarga chiqib bo'lmaydigan vaqtlarda menga butun mamlakatda yeşil chiroq yondirish bir imtiyozini berdi-da menga. Men Shangwutingninki mush jihatdan Xinjiang Nongchanping Mingzu当中 mushu Mingzu 当中 xonim qizlarning ichidan Nongchanping diyirin degan bu ataqni Shangwutingdan menga berdi. Demak shu vaqtda Şinjanның yerlik mahsulotlarini Ishkir o'lkalarga tunishtirishda ko'riklik rol o'ynagan. Nechinchi yillar bo'ldi bu? 2007-2008 dan 2018gacha 10 yil. 10 yilmish. 10 yil mush ishlar bilan shug'ullandim.
Albatta, o vaqtlarda bir kunda 100 tonna atrofida mal bosibdik. Chilan yong'oqqamda 100 tonna. Pingba mashina, 3 pingba mashina. Shu taraqisida bu imtiyozlardan bahramand bo'lib, men Wuhanga, ya'ni shu illiqlik yetkazish bir shu faoliyatiga, bir yig'inga qatnashish fursatiga Shangwutingdan menga bu fursatni berdida. Men shu yerda bu Able tanishdim. Yey şirketimizning mushu jihatdan biri xalqqa illiqlik yetkazish turi bo'lg'achqa men bu maslahatni Shinjonga olib keldim. 3 yillik plan turi bilan olib kelgan shu 6888 yuanlik maslahatimizdan 4 xil maslahatni Shinjonga 50 million mablag' bilan 50 million ma'valiqi to'liqlim bilan shirkat bizga berdi. Bana berdi shundaqla. 2018-yili. 2018. Ya'ni shu 2018 hozir bugunga qadar shu 3 yillik turni tugatib, bugungi faoliyatimiz ya'ni eng oxirgi shu to'liqlama faoliyatimizning eng oxirlashish faoliyati hisoblanib qoldi. Unda biz bugun fursat o'tib kelsa yo'q ham. To'g'ri. Nurg'un savollar chiqdi jimo, hozir sal tur savol so'rash bosqichimizda javobni beradiganlarga mukofot bor. Naq maydondagilarmi shundaqchimi erisha olasizlar mukofotga. Demak, Roila, nurg'unlagan o'zingizniki yaxshi ko'radigan shu xizmatlar bilan, yaxshilikni yaxshi ko'radigan shu mijoz xarakteringiz bilan yaxshi natijalarga erishibsiz. Mana hozir siz sohibxon bo'lib, hammamizni bir yerga jam qilib turibsiz. Demak, xalqimizningki sog'lomligi uchun, yaxshi bo'lgan mahsulotlarni texnik ko'p kishilarga yetkazish uchun, shu asli yurtingizda sizga ta'sir qilgan shu ko'rinishlardan xalqimizni pokiz suv ichish uchun, sog'lomligi uchun tirishchilik ko'rsatyapsiz. Sizdan shunchalikmi suyundik. Rahmat. O'sha bir chavoq keldi deb o'ylayman. Shu vaqtidami, bu shu yayni birish vaqtidami, albatta bu yesh guruhi, yey guruhi Shinjongda hamda bunchalik dağlıq mahsulotlarning bizlarningki hamda markasining bevositalik longdan holatda akirgan intayin az ko'rildi. Bu men bir ayol kishi uchun to'g'ri. Intayin az ko'rildi. Albatta shu zavod shirkatimizning menga shunchalik ishinib birishdiki bu turni menga tutqizishdiki sababimi albatta mening shu vaqtida jantaga chiqib so'zlagan meniki shu o'zimning yurtiga bo'lgan mehr muhabbatim shu xalq uchun bir kichikgina ish qilib beralisam degan shu orzuyim uchun shu turni menga berib sog'lomlikqa yashirikdadim mush jihatdan sog'lomlik uchun bir to'pisini qush o'yining borligini shu yerda biz o'rtoqlashib bu turni shunday qilib bir akirib hammalar bilan o'rtoqlashib o'tiribdik. Bugunga qadar niyatlar go'zal bo'lgach natijalar go'zal bo'lyapti mana. Unda bo'lsa hamda hozir suvning bulg'unishi-dan biri ekran orqali tunishib baqsaq. Ma'qul. Qani unda bo'lsa ekran orqali filmni bir qo'yib olsanglar, Roila, mushadlam. Qirq so'zlab qo'ydim.你好，观众朋友，欢迎收看正在直播。你好，观众朋友，欢迎收看正在直播的新闻1+1。对于中国的老百姓来说，现在中国什么事情最需要改变？我想答案一定太多了，从生活到社会，从经济到政治，从民主到各种各样的话题，很多很多。但是如果说出其中的2个来，一定是一个标准答案，估计您也会同意，那就是干净的空气和清洁的饮用水，对吧？说1000道1万，说什么什么都最重要等等，但是生命的健康才是最重要的。留得青山在，不怕没柴烧。但是如果空气不灵，水不灵，麻烦可就大了。我们来看这样一个数据，如果不认真重视水的这个问题的话，后果是什么？世界卫生组织调查表明，全世界80%的疾病，全世界50%的儿童的死亡都与饮用水的水质不良有关。另外，饮用不良的水质导致的疾病多达50多种。眼下严峻的旱情更让我们感到水资源的珍贵。今天是第18个世界水日，联合国秘书长潘基文指出，因为饮用不卫生的水而死亡的人数已经超过了因为战争死亡的人数。联合国教科文组织报告指出，
在发展中国家，约90%的污水和70%的工业废水未经处理就排入河道，严重威胁饮用水安全及生活用水的供给。而全球88%的疾病可归咎于以及缺乏相关卫生设施。联合国秘书长潘基文在今年世界水日的致辞中指出，因饮用不卫生的水而死亡的人数超过了包括战争等在内一切暴力形式的死亡人数。目前，我国以地下水源为主的城市，地下水几乎全部受到不同程度的污染。北方许多城市由于超采严重，地下水的硬度、硝酸盐、氯化物的含量逐年上升，以致超标。全国80%的水域，45%的地下水受到污染，90%以上的城市水源严重污染。这样的水箱在全国各地还有很多。我台曾经多次报道过，由于2次供水设备缺乏维护导致的居民中毒案例，蓄水水箱无人管理，病毒、细菌甚至是红虫在此滋生。水箱是我们平时很少接触到的地方，而就是在这里，我们的饮用水可能遭遇严重污染。今天呢，北京市质监局公布了桶装水抽查的结果。北京市奇迹投资管理中心刘家村水厂4月27号生产的礼泉饮用水均落总数实测值高达45万，超出了标准9000倍。Marhamat. Yuqorida ko'rib o'tgandek, shu bizning suyimizning shunchalik bulg'anishining ig'irligi, ya'ni suvning bulg'anishidan kelib chiqqan kasallik 80 Ovozingizni qo'yib eting deydi. Men hali o'lik so'zildim-ku. Yiroqlab ketib bordim shundayman. Hozir ko'rib o'tgandek, bu bizningki xabar, Jo'nyan xabarda shunda Jo'nyan xabarlarida ko'rib o'tdik-ku, 80% kasallik suvning bulg'anishidan kelganligi. Bunun ustiga suvning bulg'anishidan kelayotgan kasallik o'lab ketayotganlarning, qazo qilayotganlarning soni hatto dunyo urushidagi shu janjang urushi vaqtidagi sondimi eshib ketganligi xabari. Bu albatta bu biz siz yoki men bir odam davogan gap emas. Bu albatta Shijevi Shangzujaniki yoki shu yiju ashlan tadqiqotiga asosan deyilgan gaplar. Shuningga men bizning mas'uliyatimizni yey suv saqlashtirish kunimizni gapni qisqartsam, butun Xinjiang xalqimizniki tanlashiga Xinjiangga kirib, hammaylarni ham bahrilantirib, bahriman bo'lishiga sundum. Rahmat. Tushuntirishim shaychi bo'lsin. Rahmat Raila. Qani. Joyim o'tib o'tiray. Qo'yilgan shu ekrandagi ko'rinishlardan mis qildik. Railami naydi qisqa tushuntirish berdi. Demak, sog'lomlikdan afzal, sog'lomlikdan qimmatlik bo'lmos kerak bizning bu hayotimizda. Albatta, sog'lomligimizni asrashimiz kerak. Sog'lomlikni asraymiz deydiganimiz yana eng muhimi pokiz suv ichishimiz intayin muhim bo'lib qelyapti. Baydan beri Raila shu tunishtirib o'tgan savollardan sal turib savollar so'rildi. Naq maydondagi mehmonlar xotirlab oldinglar yoki bo'lmasa asaqlab oldinglar bo'g'ay. Biz bu savol so'rashning oldida Bayman nayda dag'dug'liq holda tunishtirib sahnimizga taklif qilgan aziz mehmonlarimizdan yana bir aylarni sahnimizga taklif etib olaman. O bo'lsa-mu, Markaziy teatr institutining madaniyat san'at ilmiy unvonliq kino yurtining rejissyori, aspirant, Jungu dramaturg jamiyatining a'zosi, Jungu televiziya san'atkorlari jamiyatining a'zosi, Xinjiang san'at yurti opera o'mikining rejissyori Chingizxon obrazi orqali bizning yaxshi ko'rishimizga erishgan atoqli artistimiz Erjan ustoz. Qani, ustoz. Marhamat, mikrofonni. Hayırlı keş mında otağın apayla, akıla, әділі, сыңылы, ұфқыла. Бүгін мүшіне бір яқшы бір күн болатыды. Шында бір әдемнің естін кетмейдіған мүшіне бір обдан пағалет болатыды. Әсілді мен өзім қәз шоққан. Мен қалған. Мен бұл мүші пағалет тоғырлық Tordim bu bir neçe şu su toğırlık bir nimelerni köydüm, okudum. Karısam biraz hazır
Bұрынғы біз оны диқат қылмайдық. Өйді тұрбыны ешіпнан суны ешіп кете бердік. Азыр ғамда еңі көшкен яқы, азыр барлық адамын үшіне ағы. Еңі үйге көчіміз, mesela той қылған болса яшла, өйді жоң шығып болғаннан кейін бірінші ойлайды ғана мұшу жыңшуйжи. Шуныға мұнда бір гәп сөзді пақат есімді шықмайды да, түнігі мен тордың көріп. 健康在，你给家人留了一份爱的。健康不在，你给家里留了一份遗产的。说的跟的，ras一生水，让你健康一生。你现在不养生，今天不养生，明天去养医生的。Bugün özünüzde her tarafta dikkat kılmayı özünüz kütmesiniz. Ertesi siz doktorxana bir doktorunu kütüsüz deydi. Şu pulunu şu doktorxanaga kaçlayımız, şunu doktorga verimiz koy. Şunu okşaş. Şunun için hazır mı bana bulup mu bizden yaşlı hazır. Ben mi çıkmışında ellerim, sığınlarım toy kıldı. Ulanın öyüge bassak birinciden yin suyji, jing suyji, müştan asıl hemmisini kıldıgan boptu. Biz o burun bu taraftan açı dikkat kılmaydık. Misal biz bulup bizden Şinjan'da meyli Ürümçi olsun, Cenab-ı Şinjan, Şimali Şinjan olsun. Bizden baş suunun nemesi suyjisi kattık, suy yin. Şunuğa bizde bir yerde şınjeşi, denjeşi bulduğanlar yamancık. Şunun için bugünkü sorun ottağın içindeki apayım mı var, apamdaki mı kişiler var ki bana. Kelip müşahede apayımız da vardı. Kelip ben bu situasyon deyip. Hatta özünün bir çakçaklarımı koşup anlayıp hoş olduk. Başka neyim deyim mi? Onda olsa ben Çıkıp gitay deyman. Çıkıp gitay deyman deb. Əməliyyatda Ercan ustazın biz bugün bu yer bir numara orunlap bəsdi. Yoki bo'lmasa avar qilaylı deb aytganmidik. Railaninki nayt yaxshi qo'llovchilarning birisi mana ustaz. Albatta ko'nglimiz unumaydi, ma'qulamsa ustaz o'tiring deyishkichu. Chunki yaqinda hammamiz bilamiz Erjan ustaz shu kuldir programmasida o'zining shu ovozsiz etotlar orqali ko'rmanlarning yaxshi ko'rishiga erishdichu. Biror numara o'rinlab bermasa bo'lmas deyman. Shunami? Mayli. Qilarsa. Unda bo'lsa men bir kaç teatr grim yaşas degan ayollarni grim yaşas. Er ayol ikisi etdigani qopab so'qishib qoldi ekan deydi. Shuni men eri debdi ayoliga. Ey, va chiroying qaragana, bu dunyoda bu ayollarda sat adam yo'q bu dunyoda debdi. Desa qopab ayol qopab eri debdi. Dunyoda etdigani qopqanda bu erlarda sat adam yo'q. Qarab baqa chiroyingni, chechingni qaragana deb ikki talashib qoldi ekan. Shuni bilan ayol qopab bizni nima bo'pti? Ayollar nima bo'pti desa, ey, etdigani sizlar girimini baqib mundaq yasaysizlar debdi. Ercan ustaz girim qilib atadi, avar qilmayli. Upsurib atamdoq, aka. Aynakni o'rdab aytib atadi. Texim eniqroq, texim chiroyliroq chiqay deb. Qarsi bir tal qosh o'sib qolgan, uzun.
Haşlık. Sunu gideydi diye akıl. Bittik. Ay su saplaştırış üskünlerinin suyundan içi vatıdı. Astarak ustaz turqalıdı su. Rahmet, ustaz günleri. Rahmet, Rasul İslam Ercan ustaz gırımını kızlardan tezirek kıldı ki. Pek okşıdı ya. Cevap bir vitaylı ustazga. Rahmet. Muşun okşaş kızgarlık obrazları bilen hemimizni küldürüp kelyapti. Hürmet kalbimizin o'rnab kelyapti. Tening salomat bo'lsin ustoz. Rahmat sizga. Endi bir naqshanglaylarmikin deb o'ylab qoldim. Qanday deysizlar? Naqshanglayli ha? Chunki bugun faoliyatimizga naq maydonda o'tirgan aziz mehmonlarimizdan boshqa yana bizningki yosh tirishayotgan naqshchilarimiz qadam tashrif qildi. Shulardan biri bo'lgan yangi nava programmasiz olqishlangan naqshchi singlimiz Dilnaz. Dilnazni taklif qilib olsam, Dilnaz ijrosidan bir naqshanglayli ya. Qani, marhamat. Marhamat singlim.
Suyup seni öterme her günde Seher göze gider tün ümmet bilen öter gün Suyup seni öterme her günde Ey hayat Yana nimeler elip gidersen menden Yana nimeler gidersen menden hayat Ey hayat Ey hayat Yana nimeler gidersen menden hayat Yana nimelerge taşlarlar sen hayat Hey hayat Hey hayat Yana nimelerni gidersen menden Hey hayat Yana nimelerni elip gider sen menden Rahmet. So'rab yetaylim ekan deb o'yladim. Mukofotliq javob berishmish edi, birini o'rinlashtirib yetaylikmi, Raila? Undan bo'lsa ikra oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi aziz mehmonlar, diqqatinglar navbatdagi savolda bo'lsin. Savolga naq maydonda qo'l ko'tarib javob bergan, ham shundaqla ekran oldida kuychi bevositalik sipsi orqali bugungi faoliyatimizdan huzurlanayotgan barcha ko'rmanlarimiz uchur yozdigan shu ko'znakka uchur yozish orqali javob bersanglar bo'ladi. Kim eng tez, kim eng to'g'ri javob bersa, shuningga mukofotimiz bor. Beradigan mukofot nima? Raila? 598 yuanlik. 598 yuanlik. Su, EI markasidagi suv tozalash chaynaki. Chaynak. Xo'sh, unda bo'lsa, birinchi savol, Raila o'zingiz so'rab bering. Sal oddiyroqchimi, bak murakkab savollarni so'rab o'tmayli. Ovoz chiqmaydi shu. Mikrofonning ovozini yuqoroq qilib yetayli Railanikini. Men mikrofonni beraychi. Ha. Endi siz o'g'achaqdan lekin men ahvolamiz. Voy. Savoldan birini so'rab yetaylamsa, Raila. Eng oson savoldan birini so'raylik. Bizniki EI guruhimiz qancha yil qurilgan, qancha yillik tarixga ega? Naq maydonda qo'l ko'tarib oldik mana. Men borayman, maylima javob bermasa, aka turing. Mikrofonni ayib boray, ha? Mushu apparat ko'tarib olganlar yugurib. Qanaqa javob bersangiz? Yergo Amerikada 1989-yili Amerikada qurilgan. Bu yergo'niki tarixiy 30 yillik tarix bor. Bu dunyo dаңлық markalarniki ishida davlatimizda oldingi 10 o'rinning 10 markaning ichiga kirgan dаңлық marka. Javob berib bitayli. Aka ismingiz nimda? Olim. Olim kamninki bu mahsulotga bo'lgan tushunchasi xeli cho'ng kirgan-jimi? To'g'ri javob berdimi Raila? Ha, intayin to'g'ri. Qani, xizmatchi xodimlar naq maydon naqlashtirib bitayli, ha? Chaynak 588 yuan qimmatidagi bizning EI suv saqlashtirish chaynaki. Qani. Ha shu. To'g'ri. Bu chaynaklarimizning rolini ozroq tushuncha berib bitay. Sudagi ilqi eng og'ir bo'lgan hozir xlor rak keltirib chiqarguvchi xlorni taltuks tozalay oladi. Naq maydondan kuychi bevositalik sipsi orqali bugungi faoliyatni ko'rayotgan ko'rmanlar ichidan to'g'ri javob berganlar. Ba'mo xizmatchi xodimlar doklad qilinglar darhol. Kim to'g'ri javob berdi? Agar to'g'ri javob chiqqan bo'lsa, chet o'qilib yo'llab bersanglar bo'ldi, ha? Ko'rmanlarga ikkinchi savolga ko'rsatib beramdik ya kuychidikilarga. Shuna qilamdik. Xizmatchi xodimlar ko'ra oldinglarmi yoki keyingi savolga ko'rsatib beraylikmi? Ikkinchi savolni hozir so'rab yetaylikmi yoki saltirib so'ramdik? Bo'ldi, hozir so'rab yetaylar. Ikkinchi savol, diqqat qilinglar. Xizmatchi xodimlarimiz sizlar diqqat qilsanglar, kuychi bevositalik sipsi orqali javob bergan shu to'g'ri javobni bizga rasmga tortib
bizga ta'minlab bersanglar, shu naq maydonda jumu naqlashtirib etaylik. Bo'lmasa, bevositaroq tushunib atgan nurg'ulg'an ko'rmanlarimiz mukofotga erishmay qoldi. Kim tayyor? Yerjon ustoz men tayyor deydi. Mukofot erishqimi yoki? İkinci sualını sorayım. Qizlar echinglarmisa, kuychi bevositaroq tusibsini echib, hozir to'g'ri javob berganlarning kim tez javob bergan bo'lsa savolga, shuningki uchurini bersanglar naq maydon naqlashtirib etaylar. İkinci sual sorayım. İkinci sualımız, yen şirketimiz qaysi çoğ urullar bilan hamkorlashib tadqiqot markazi qurib chiqqan, birlashib tadqiqot markazi qurib chiqqan, dunyo bo'yicha qaysi xil texnikada texnikalik mas'uliyat? Qaysi xil texnikalik mas'uliyat? Qaysi cho'ng shirkatlar bilan hamkorlashgan? Qaysi xil urullar bilan? Qaysi xil urullar bilan hamkorlashgan? Tadqiqot. Mening sal qiyin ketdi savol. Men hozir birini esim tutib oldim, esim tutib olmadim. Javob berib baqadiganlar bormi naq maydondan? Hamkorlashib tadqiq qilib chiqargan texnikasini so'raymiz bu yerda. Javob berib baqamsizlar? Sinab baqamsiz? Ha. Yaxshi. Dadil bo'lish kerak, ha? Qani. Bayı tushundirgan vaqtida Wuhan dashi bilan Tiji dashi shu ikkisi ismini qopdi. Wuhan dashi bilan Tiji dashi. Hamkorlashib birlashib tadqiq qilgan o'rinlar, ya'ni qaysi xil texnikani tadqiq qilib bizning yer suv saqlashtirish uskunimizning texnikasi qaysi? Qaysi o'rinlar bilan birlashib, hamkorlashib tadqiq qilgan bu texnika qaysi texnika? 学华中盘 texnik 大学系、中国 geologiya 大学系 qatorliq davlat maktablar bilan hamkorlashib ketdi. Ha, to'g'ri. Hozirgi savolni biz to'rdagilarga bergandik ekan. Boshlayman. İsmim Rayla. Rayla muborak bo'lsin. To'g'ri javob berganligi uchun mukofotni berib etaylik, ha? Endi keyingisini ekranga beraylik. Ma mushuning keyindan bir savolni so'ragandingiz-ku. Mana. Chaynakni ela. Rayla muborak bo'lsin. Mukofotingizni eviling javob berib etaylik ko'pchilik. Andan hozir savolniki keyinda bir savolni so'ragandingiz. Buni ekran oldidagi ko'rmanlarga beramiz. Bizniki yer suv saqlashtirish uskunimizningki texnikasi qaysi xil texnika, qaysi xil yuqori darajada, qanday yuqori darajada? Yer suv saqlashtirish uskunasi qaysi xil texnikada, qaysi xil yuqori darajalik o'rinda? To'g'ri. Javob berganlar bormi ekrandan? Menga darhol xizmatchi xodimlar tayyor bo'ldinglarmi? Ha, javobni beringlar menga. Kim to'g'ri javob berdi? Rasmga tatib yo'llab avatishinglar kerak. Tez. Texnikasi bilan yuqori darajasi, javob bergan savol. Texnikasi bilan yer suv saqlashtirish uskunimizning texnikasi bilan darajasi. Naq maydonda men hozir ochay. Kuychi bevositaroqda supimiz. Yer texnikasi javob keldi. Qarang. Xatoma? Ha, xato. Javob xatojimi? Diqqat qilinglar yana bir. Ozroq vaqt bor. Dunyo bo'yicha tunji o'rinda. Ha, bu to'g'ri. Ha, to'g'ri. Zulfiya. Birga javob berdi, lekin birisi. Yana birisiga javob bering. Dünya bo'yicha tunji. Ta'tir osmos texnikasi. Ikkisini birlashtirib so'rgan. Ta'tir osmos texnikasi degani Zulfiya javob berdi. Ikki savol bormi? Yana bir javob bo'lsa Guli deydi. Guli.
Birisi cevap berip atsızlar. Birleştirip, ikisini birleştirip cevap bergenler. Fırsatını ötküzüp ettiңlar. İkisini birleştirip cevap berseңlar bo'ldi. Cevap chiqib bo'ldi hozir. Faqat ikisini birleştirip cevap berip yo'lda berseңlar, kim eng talaylik? Tez. Tez bo'linglar. Menchuda. Deh e'lon qilmadik. Ko'rmanlar bak qiziq. AI texnikasi to'g'ri, ha? To'g'ri emas. Ha, bu xatoma. Osmos texnikasi dunyo bo'yicha tunji. To'g'ri chiqdimi? Ha, to'g'ri. Guli ismlik qiz. Unda bo'lsa, hozir mushu ikkilisiga javob bergan Guli ismlik qiz siz mukofotga erishdingiz. Men mushu batning o'zini rasmga tortib oldim. Shirkat xodimlariga birma mukofot sommangizni elib olsangiz bo'ladi. Aloqa qilish numarangizni hozir qoldirib bersangiz. Men azroq tushuncha berib o'tay. RO ta'tir osmos texnikasi tushuncha diyijiшу. Dunyo bo'yicha tunji ilg'or texnikalik, yuqori texnikalik texnika o'rinda. Rahmat, sizga rahmat. Aloqa numarini hozir qoldirib ayting unda bo'lsa, jumo siz bilan aloqa qilish. Agar bu yerga apsiz bo'lsa, siz bilan aloqa qilishidi. Ha, mana. Men isbot buningga beraman numaringizni. Naqlashtirishimiz kerak. 580 yuanlik, 588 yuanlik YI suv saplashtirish chaynigiga erishdingiz, muborak bo'lsin. Javob berib aytaylik naq maydondagi mehmonlar. Qani, Raila. Ha, savollarimiz yana davomlashadi. Albatta biz bugun mushu YI suv saplashtirish uskunasininki so'zini qilg'ach sog'lomlik haqida to'xtalib qoldik. Sog'lomlik tibobat sohasidagi bizningki ilg'or kishilarimizning so'zlarini anglash kerak. Shularning e'tirof qilishini anglab yiqishimiz kerak deb o'ylayman. Navbatda men mikrofonni Xinjiang tibbiy dasturning magistr aspiranti kasbiy vrach Eliyar doktorga bersam, Eliyar apandaningki tushuntirishlarini sog'lomlik haqidagi ikki kalima so'zni anglab o'taylik. Qani, Eliyar, marhamat. Aç mikrofonu alsınız. Salam, mushu naq maydonga qimmatli vaqtni chiqarib kelgan va mushu ekran oldidagi do'stlar, bugun hammamiz bugun bu yerga yig'ilishga asosiy maqsadimiz sog'lomlik. Ya'ni sog'lomlikning, hayotlikning asosi bo'lgan suv asas deyim bo'pti. Men azroq mushu suv to'g'risida so'zlab bersam, suv hayotlikning asosi. Mayli qadimda bo'lsin, hozirda bo'lsin, suv bo'lmay hayotlik bo'lmaydi. Qadimdan tortib har xil madaniyatlar bo'lsin, insonlar bo'lsin, daryo bo'ylarida, iqlim bo'ylarida madaniyatlarni barpo qilib, insonlar ulg'ayib, mushkun kelgan. Suv biz bir necha kun tomoq yemay hayot kechirishimiz mumkin, biroq suvni suvsiz hayot kechira olishimiz mumkin emas bir ish. Chunki odam badanining 70% suvdan tarkib topgan. Masalan, börek, o'pkininki suv miqdori 85% yetadi. Qonninki, qon tomirimizda eqiyotgan qonning miqdori, qondagi suvning miqdori 80% yetadi. Undan boshqa eng qattiq deb qaralgan sumakniki suv miqdorimi 12%dan 15%gacha. Demak, suvsiz bizning umum badanimiz asosan suvdan tuzilgan degan gap. Ham uning qanday rollari bor deganda, birinchisi moddalmish qatnashdi. Bu moddalmishda bu hayotlikning asosi, ya'ni biz tomoqlarni yeymiz, badanimiz kirdi. Bu ozuqlik moddalar bizniki hujayralarımizga suv orqali yetib bordi. Bundan boshqa metabolizm jarayonida hosil bo'lgan har xil zaharli moddalar bo'lsin, mayli o'shaning qoldiq mahsulotlari bo'lsin, badanda turib qolsa kasallik paydo qilish mumkin bo'lgan moddalarning hammasi suv vositasi bilan chiqadi. Masalan, sudik orqali chiqadi börek bilan. Undan boshqa cho'ntarat yo'li bilan, hatto ter bilan, hatto ba'zilarni yosh bilan, hatto manqa potlar bilan chiqadi. Mushlarning hammasi suvning yordamisiz amalga oshadigan narsa emas. Undan boshqa siliqlash roli deymiz.
Bu a'zo bilan a'zoning o'rtasida, bo'g'imlar bilan bo'g'imlarning o'rtasida, to'qilmalar bilan to'qilmalarning o'rtasida suv miqdori bo'ldi. Bu silliqlash rolini o'ynaydi. Chunki xuddi bir avtomobilninki optulga o'xshash silliqlash rolini o'ynaydi. Suv bo'g'ashqilar masalan o'pkimiz kengayib qisqarib, biz nafas olamiz. Suv bo'g'ashqilar yuragimiz bir muskul qisqaraydi, so'qidi, hayotlik faoliyatimiz amalga oshadi. Bu suvsiz bulardan söz etish mumkin emas. Undan boshqa bizning ko'zimiz ko'maydigan hujayraning ichidagi nurg'un faoliyatlar, modda almishlarni suvning yordamisiz elib berilmaydi. Buni misollarni keltirsam bakcha qilmayman, so'zlab bo'lamayman. Oddiy tilda tushunishli qilib so'zlab berishga tirishyapman. Undan boshqa masalan suv yemekdan muhim dedik. Masalan odatda badanda 2% suv kam bo'lgan vaqtida ussizlik sizin paydo bo'ldi. 6% yetgan vaqtida holsizlanish, xomushlik, shunda tashvishlik alomatlar paydo bo'ldi. 20% yetgan vaqtida suvsizlanish. Amalsiz suv ichimiz hamda u hayotlik faoliyatimiz uningsiz davom qilmaydi. Bundan boshqa hamda suv masalasi keldik. Suvda aniqlamalar bor. Masalan, sog'lom suv deymiz. Undan boshqa bexatar suv deb. Turbi suyini ilib aytsak, bu bexatar suvga kirdi. Ya'ni bu hozirgi xlor orqali yoki boshqa dezinfeksiyalik moddalar bilan uningdagi har xil zaharlik mikroorganizmlar o'ldirilib, uningdan keyin bizga yetkazib berildi. Shuna ba'zi suvni olsak bir xil oq holatda yoki bir xil puraqliq holatlarini sezamiz. Bu mo shu dezinfeksiyaligin moddaninki qoldig'i. Ham bu qanday deganda bu davlatniki munosabatlik o'lchamlarga yetgan suyuq bexatar suv ichsak, ichgandan keyin bevosita zaharlanib yoki buning qarta odamning hayotiga bevosita xavf yetadigan ahvol bo'lmaydi. Bu endi odamning hayotlik faoliyatini saqlashda, ussizlikni qondirishda bu bo'ldi, ichsak bo'ldi bu suvni. Lekin sog'lom suv bilan bexatar suv o'xshashmi deganda bu ikkisi o'xshamaydi endi. Hozir davlatimizning sharoiti nopostchiq. Bu hozirgi texnika suvni suzib, tindirib, suzib, undan keyin xlor qo'shib bizning ichimlik suyimiz, turbi suv maydonga keldi. Bu hozirgi texnika tanarxi tuvan kengaytishga aplik bo'lgan texnika. Bu 1 million 300 million odamni bu shunchalik bir sharoitga erishtirishmi bu oson ish emas. Hozir endi navbatdagi yuzinish, texmi pok suv ichsak, texmi sog'lom suv ichsak. Sog'lom suv degan nima deganda, abaydoq bexatar suv bizning hayotimizni qamdab turdi. Sog'lom suv degan nima degan, sog'lomligimizni ilgari surdi. Sog'lomlik sifatimizni texmi yaxshilaydigan suv degan gap. Bu xlorninki tadqiqotlarga asoslanganda suv moddalar bilan masalan xlorda mikroorganizmlar o'ldi, har xil mikroblar. Buningdan biz masalan ziyonni eng tuvanchak tushiramiz. Qanaqa bundan deganda daryo ko'llardan, bevosita manbalardan suvni olib ichgan vaqtimizda u balkim mineral suv, mineral moddalar to'liq deyishingiz mumkin, lekin uningdagi har xil yuqumli kasallik keltirib chiqaruvchi mikroorganizmlarni bartaraf qilinmaydi. Uningdan kelib chiqqan oqibat va xavf xatarni mo'ljalligidan bo'lmaydi. Shuning hozirgi bu turbi suvi bizning ziyonni eng tuvanchak tushagandagi bir tanlash. Hozir hamda zamon o'zgardi, hammamizningki sog'lomlikqa bo'lgan intilish ideyalarimiz o'zgardi. Texim sog'lom bo'lsam kerak deymiz. Sog'lom suv degan vaqtida buni aniqlamasi nima deganda, buningdagi mineral moddalar, ondan boshqa ig'ir metallar deymiz, har xil mikroorganizmlar, bular suzib o'tilgan ziyonli kasal paydo qilgan narsalar. Undan boshqa ichida mineral moddalar bo'lgan, qattiqligi, yumshoqligi normal bo'lgan, badanga o'zi shalaydigan buni suvni sog'lom suv deymiz. Undan boshqa Dünya Sağlık Teşkilatı'nın kimi abay statistikalarını ko'rdik. Bu men davagan yoki bir mutaxassis davagan gap emas. Bu rasmiy tadqiqot natijasi. Hozir hamda 80% kasallik suvning bulg'anishi bilan munosabatli o'tibdi. Undan boshqa 50% bolalarning o'lib ketishiga suv sabab bo'ldi. Undan boshqa jigar yalloqi deymiz, xolera deymiz, kizik deymiz. Hatto shu bizning rayonimizda yuqori griptar bo'lish nisbati yuqori bo'lgan yurak qon tomir kasalliklarining kimi suv bilan bo'lgan munosabati intayin zich.
Şuna hazırki sağlam su deganimiz hamda abay men deb o'tgandek eg'ir metallardan xoli, ondan boshqa mikroorganizmlardan har xil uchaydiki va boshqa yuqumli kasalliklarni keltirib chiqargan mikroorganizmlardan xoli bo'lgan suvni ko'rsatadi. Shunga mana bizning rayolarimiz shuning uchun kurash qilibdi, yaxshi natijalarga erishibdi. Men ko'pchilik nomidan rahmat aytaman sizga. Rahmat Eliyar. Su haqida tushunchamiz texmi oshdi deb o'yladim. Menimcha bugun shu faoliyatga qatnashgan naq maydondagi mehmonlar, ekranda qattiq ko'rmanlar uyga qaytgandan keyin ham shundaqla uxlash oldida shu su haqida yana bir qatim izinib baqadigan bo'ldik deyman. Ichayotgan suyimizga yana bir qatim sinchilab qarab baqadigan bo'ldik. Albatta, hammasi sog'lomlik uchun. Xo'sh, faoliyatimiz nihoyatda qizg'in davomlashmoqda. Navbatda men yana bir qatim hayajon ilgida suyimlik ustoz san'atkorimiz Farida Mahmud Hadamni taklif etaman. Chunki boya kelgan vaqtda duttari bilan naqsh aytib beraman deb bizga bir va'da bergan. Shundaqmi? Hozir navbat keldi deb o'ylayman. Xizmatchi xodimlar darhol o'rindiqni mikrofonni tayyor qilsanglar, duttarlar keltirilsin. Farida Hadam naqshni olaylik. Bo'ladi, rahmat. Endi mushraylar singlim mush ko'rmanlar sizniki mush duttar bilan aytgan naqshingizni bek yoqtirdi degachga duttanim olib keldim. Shunlashqa qandaq aytaman kintan. Hozir tayyorligini qilay. Qani, duttarni akab bersanglar. Ha. Farida Adamning duttar chelishlari naqshidan keyin savol javob yana bajimi? Diqqat qilishtiringlar. Uning keyinidan ancha-muncha tashviqot materiallarga aralab qo'yishinglarni umid qilamiz. Farida Adamni ustozim deb elishimda, hamda riyosatchilik sohasidagi ustozim bo'lmasimi, bizga mayli turmush, mayli kasbni hurmat qilish qatorliq taraflardan bo'lsin, ulgi bo'la oladi. Bizni har vaqt tarbiyalab kelyotdi. Intayin suyumli bo'lgan ustozimiz. Meningcha bu yerda naq maydonda o'tirgan mehmonlarimizning ichida Farida Adamni yaxshi ko'rmaydigan mehmonlar yo'q-ku deyman. Shundaqmi? Hammanglar yaxshi ko'rsizlar, shundaqmi? Ercan ustoz ba deydi. Men mundaqli yaxshi ko'rmayman, dahshat yaxshi ko'raman demoqchi. Rahmat. Unda bo'lsa, mushu mikrofonni beray, ha? Deganiniz o'tirib ovozlar telib qoldi aqchan. Undaq bo'lsa, aziz mehmonlarning hurmatiga ko'pchilikga tonish bo'lgan naqshlarimdan, xalq naqshlaridan bir yog'liq anar oldim degan naqshni aytib beray. Yağlık anar aldım itkadiki Mehmet'in itkadiki Mehmet Bir yağlık
ona aldım bala. Hitkadiki Mehmet'in hitkadiki Mehmet'in. Köyek oti kimden kalgan kakuk bilana tazı Zeynep'tin mana senin bilenmendek. Yitkanın bazar idin sizge ana epirey encür ana epirey. İçimdeki dedim ne tazı yolda mangaç depirey sizge birip depirey. Kağa konmaygan tirek soyma düşmegen pilek tazı soyma düşmegen pilek 15 yaşta ya tutup yağa kanmaygan jürek sizge toymaygan jürek 15 yaşta ya tutup tazı yağa kanmaygan jürek mana sizge toymaygan jürek. Kilin digende kegen biz, ketin digende ketken biz, ket digende ketken biz. Altın üzük sep koyup andın kiyin tanışkan biz, andın kiyin tanışkan biz. Usul oynap bersanlı buldu. Eynula, eynula, bağda pişkan eynula. Eynula, eynula, tız bağda pişkan eynula. Sizdek bizdek yaş ballağa dava bulgan eynula. Alınız qarap, bağrınız kavap, işkiniz yüreğimge ketti tarap. Ottunda küyemem, men senden elep savap. Suntağnen uyanida, mangdim özüm piyade. Suntağnen uyanida, tazmangdim özüm piyade. Jigitler bizge söz qildi, biz mi bulduk ziyade. Alınız qarap, bağrınız kavap, ottunuz yüreğimge ketti tarap. Ottunda kiyemem, men senden elep savap. Samavede çay koydum, dili kaynaydı küreler. Ot çakmışta çay koydum, dili kaynaydı küreler. Mendim başka ya tutup, yirip bikip bileler. Mendim başka ya tutup bala, yirip bikip bileler. Esel mi sakın mı sen, navat mı sen? Ot mu sen, ateş mi sen, kavap? Bu dünyada bam sana hayat. Ektebrde tallıvağa yarım sen, şürgümde tallıvağa yarım sen. Arvağının oku gümüş, yanımış kakemeymiş, yanımış kakemeymiş. Ya özü keleydi savi bala, sakallık mocan koymaymış. Ya özü keleydi sakallık mocan koymaymış. Esel mi sakın mı sen navat, ot mu sen ateş mi sen kavat? Bu
Tigi taxta töpli baxta, tigi taxta töpli baxta. Meni yat eyleyen çağda oy bala, əsləm sənsə hər vaxtda. Meni yat eyleyen çağda, əsləm sənsə hər vaxtda. Əsəl misəqən misən navat, ot misə ateş misən kavat. Bu dünyada var mısın hayat? Təkdə birdə tallıvağa yarım sen yaq, Jürgündə tallıvağa yarım sen, Təkdə birdə tallıvağa yarım sənə. Rahmet, hürmetli əziz mehmanlar. Vaxtınlarını hep koydum ha? Yeni bir ne dep aram bermey vatıdıcı. Şunu oturup elişim. Kani, mani evilanlar mısın? Ma meydanı bir kalap berin adar hal hizmetçiler. Tez bulanamış da vakitte. Cuma. Nakşılanımı anladık. Mukafat alıdığa yerge keldi o deyme. Ondaqda baya biz şu faaliyetimiz başlanğanca da rayla dep etkan. Naq meydandaki barlıq mehmanlarga, şundaqla ihraldaki barlıq mehmanlarga köngül soğumuz var dep. Yani 288 yuanlik rayla. 298 yuanlik su saplaştırış çayniki. Soğuk kılındı her bir görümellerge. Qandaq soğuk kılındı degen çağda ekranını muşu yerge bir yıqın akep bersaňlar, men bu yerda hazır numar eniq çıqqam deken men udul tutup beray ya. Muşu ündidarını qo'shib elish orqali aldı bilan ha. Muşu ündidarını qo'shib alsaňlar, sizlarni topqa akirib oladi. Ekran to'g'irlandi ya. Eniq bo'ldi ya. Ko'rmanlar mushuni rasmga tortib olsanglar bo'ldi hozir. Rasmga tortib elib, mushu numarni qo'shish orqali sizlarni undidar qo'shib olgandan keyin topqa akirib oladi. Demak, sizlarga har biringlarga birdan 298 yuanlik suv saplashtirish chayniki sovuq qilindi. Kirasini o'zi to'lab elib oldi ha. O'zi to'lab elib oldi. Undan boshqa yana bor. Bu 4 numarnimi shu. O'xshashmi? O'xshashga 4 numar. Men ustida alayid numarning ikkisi bor. Bir deb aytayman. 133 45 444 118. Yeni bir qatim kelay ya. Hozirlik qo'shib olsanglar bo'ldi mush numarni. 133 45 444 118. Naq maydondagi mehmonlar. Sizlarmi shu? Anda yana bir numar. 199 90 827 keynidan 30. Ya'ni 199 90 827 000. Mana shu numaralarni qo'shib elish orqali undidarda sizlar shu mukofotga erisha olasizlar. Undan boshqa bugun ta'minotlar intayin ko'p. Numarni qo'shamay qolganlar yoki bo'lmasa yana boshqacha usullarda mukofotga erishimiz deguchilar. Bugun mana EI shirkatiningki undidar salonninki ikkili kodi mana bu. Mushuni skanerlash orqalimi? Mushuningga bugun qancha o'qib kirganlargami mukofot bor. Shundami? 298 yuan qimmatidagi, ya'ni hozir bizdagi doktorimiz, ya'ni Verash doktora, Ilya doktor deb o'tgunga o'xshash xlorni tamoman suzib qola oladi va xlorni suzalaydi bizningki 298 yuanlik oshxona go'hri suv tozalash uskunimizdan bir sovuq qilindi, kran topshirib elib asili bo'ladi. Onundan başqa yana mukofotga erishguchilar davomli turda mana bu bo'lsa Railaning o'zining shaxsiy do'yinjon xavsi. Mushuni skanerlash orqalimi? Bugun mushu naq maydonning o'zida mushu ko'rayotgan barliq ko'rmanlarimiz Guanju qilib olsanglar, bugun Railani Guanju qilgan har bir turdoshlarimizga birdan mukofot sovg'a qilindi. Bu mukofotga erishishning yana bir usuli. Amdi Bayman bir muncha numaralarni rasm tortib elinglar dedim. Mana bularmi toplarninki arvemalari ha. Ündidar toplarninki. Buni mu yaqin bir aytib olsak, rasm tortib elinglar ko'ramanlar. Naq maydondagi tomoshabinlarimizga yetkazib bersak bo'pti ekan ha. Shumi? Ha. Shu orqali erisha oladigansizlarmi? 298 yuan qimmatidagi suv saplash usturinsi. Yana bor. Toplarimizdan
Abayqi 6-cı üçünkən, mavu 8-ci topkən, ha? Neçə top var ayla? Cəmi 8 top var. 8 top quruldu hazır, şunamı? Bir vasıta muşunu skanerlab da kirələyisləcəm o görürmənlər. Rəsm tatıb saxlı verilənlər hazır. Onun kaynadan. Skanerlab kirib, lam top qırvasanlar mükafat erişələyislər. Bu 8-ci top. Əmdi, keyinki top ne? 7-ci top. Rəsmgi tatıb verilənlər. Birisidi kirəmisanlar, birisidi kirislər. Çünki kiriş sanı çəkilin deməsmi? Şuna muş fürsətini çın tutuşunlarını ümid qılımız. Hazır rəsmgi tatıb elib, səl turub kirgəndən keldə mükafat erişələyislər. Bu 7-ci top. Mavu ündüdar salonunki. Hey, top azğı. 6-cı top, 8-ci top, 7-ci top. 3 toplu bak ya. Qağan toplu muş numurlan qoşumuz mu ya? Naq meydanda qoşamdıq. Qoşun hadi. Jiraqraq, jiraqraq. Yaqay. Toru. Ha, tatdı mana. Kirdiniz. Aşağıda qoyuncuq bassanız buldu hadi. Muş numurlan qısı buldu ha. Onda olsa bayağı resim tatıb aldыңlar meningcha. Muş numurlar arqılıq ündüdarını qoşub alsаңlar, bayqi toplarımızға udul kirib alsаңlar, mükafatqa erişələysizlər. Naq meydandakı mehmonlar qoşub aldыңlarmı? Qoşub aldыңlarmı? Ha. Demək, sizlərə mükafat yetkizildi. Muşu kira haqqını төләп elib alsаңlar bulducumu? 298 yuan qiymatidagi suv saplashtirish chayniki. Aş egizlik şumu? Ha. Sizlar uchun tizib qo'yildi. Xo'sh, rahmat. Qani. Rayla, mükafat suvalda yana birini so'rab etayli deb o'yildim. Addiyroq suvalda yana birini so'rab etayli. Naq maydonga diqqat qilinglar, unda bo'lsa, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar diqqat qilinglar. Bugungi mükafatliq faoliyatimizning 3-chi qadam qo'ydik, ha? 4-chi kaptimiz, 3ni berib bo'ldik xolos. Bo'ldi. Unda bu savolni men so'ray. Men so'ray. Diqqat ko'pchilik. Bek oddiy savoldan birini so'rayman, ha? Diqqat qilinglar, ekran oldida ko'rmanlar sizlarmi shu? Ekran men bilan agishib musha kep bersanglar. Mana bu. Suv saplashtirish uskunasi Taoba'da necha pul? To'xtanglar, yana bir savol bor. Taoba'da necha pul? Ye-ay shirkatininki hozir Jindongdagi bahasi. Jindongdagi bahasi Taobao bilan Jindongning bahasi o'xshash. O'xshamaydi. O'xshamaydi shunami? Taobaodagi bahasi necha pul? Jindongdagi bahasi necha pul? Bugungi bahasi necha pul? Bugungi bahani oshkorildikmi, yo'qmi? Yo'q. Bugungi bahani oshkorlaymiz. Sal turib oshkorlaymiz. Ikkila baho bor, Bayden bir degan to'q, mush odamning qo'li telik ketdi, men boray shu yerga. Ana shu suv saplashtirish uskunasininki Taobaodagi bahasi necha pul, Jindongdagi bahasi necha pul? Men mush yerga o'tay. Qaniyada? Jindongdagi bahasi 20 necha ming, 25 ming, 28 ming. Ama o nimetke 6.900 koy. 6.880 koy. Hazır kıva demeyim ha. Rayla doğru cevap verdim ha? Birisi to'g'ri, birisi to'g'ri bo'lmay qoldi. 28 ming dedingiz ada, to'g'ri. 27 ming. To'g'rimi? Ha, hozirgi to'g'ri. Atrofdagilarning yardım bilan. Shunda bo'ldi-da ham dedi. Rahmat, rahmat ada. Qani, xizmatchi xodimlarimiz mukofotni naqlashtirib beringlar, ha? Hozirning o'zi men bu yerga to'p turma. 200, qani, o'tiravering ada, o'tiravering. 298 yuan qiymatidagi shu tiziqliq ustidagi mukofotlarning hammasi shu. Ha, to'g'ri. 298 yuan qiymatidagi ye-ay suv saplashtirish chayniki, ha? Shu. Keling, o'z qo'lim bilan bir beray. Rahmat. Qaniyada, muborak bo'lsin. Rahmat. Bu shay bir chavoq berib etaylik. Rahmat. Ekran oldidagi ko'rmanlardan bir so'rab etay. Bugun mukofot 10 go, ha? Shunaqmi? 10 mukofot bor.
Unda bo'lsa ekrandagi qadrli ko'rmanlarimiz, kuychi bevosita tarqatish supsi orqali bugungi faoliyatimizni ko'rayotgan aziz ko'rmanlar. Savol. Bugungi bosh sohibxon, ya'ni YI şirketining bosh lideri Raila 2007-yili, ya'ni o'zininki eng ajr singdirgan qilgan xizmati nima ish bilan shug'ullangan? 2007-yildan 2018-yilgacha qaysi ish bilan shug'ullangan? To'r oldidagi ko'rmanlarga bergan savol bu. Xafamanlar. İkraldaki qadrli ko'rmanlarimiz javob bersanglar bo'ladi. Raila zodi bu 10 yil mobaynida qaysi ishlarni qilgan? Nima savdosi bilan shug'ullangan? 2007-yildan boshlab 2018-yilgacha. Mana. Layligul advokat chilan yangaq setishni to'nishtirish bilan. To'g'ri javob qo'y. Layligul, rasmga tortib olay, Mübarek bo'lsin. Ikra oldidagi ko'rman Layligul mushay bir javob berib etaylik. Taylaylik ko'rinmadimiz. Yanala mukofot bo'yimizni siz aloqa usullari orqali biz boya bir muncha undidar nomerlarini qoldirdik, shundaqla ishkilik kodni qoldirdik. Shu orqali kiribla elib olsangiz bo'ldi, Uning sizningki uchuringizni biz saqlab oldik. Xo'sh. Nayta qizg'in davomlashyapti. Mehmonlarimizmi vaqtim qimmatlikdi, kash qalatdim. Yoki bo'lmasa ishlarimiz batdi demay nayta qizg'inlik bilan ko'ryapti. Hammalarga yana bir qitim YI shirkatining vakolatan chin ko'nglimizning rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Boya deb o'tganga o'xshash bugungi faoliyatimizga naq maydondagi aziz mehmonlarimiz, naqshchilarimiz qatnashgandan boshqa yana tirishayotgan yosh kuychilarimiz qatnashdi. Men tövanda o'zimning nayta yiqimliq tirishchan singlisi Nigora singlimni taklif etib olaman. To'r cho'lpidimiz Nigora tursin, sahnimizga marhamat, o'zining go'zal naqsh orqali bugungi faoliyatimizni qizitib o't chiqarib o'tkisi. Marhamat singlim. Yaxshimizlar ko'rmanlar, men Nigora tursindan sizlarga o'tliq salom. Do'yinda hammadan chekilishi. Ichidimi? Nabijon, biz uchun xizmat qilayotgan tirishchan yosh do'stimiz. Mushu yerda chavaqdan yana birni toza ulluq qilib chalib etamiz. Nabijon sahnimizga chiqadi. Qani, Nabijon. Muzikalar tayyor bo'lgan bo'lsa, sizni qarshi olamiz. Baydan beri bizning shu teoyin xizmatlarga, yana ovoz xizmatlariga yaqindan yordamda bo'lgan qo'llovchimiz, Mehmonlar erib ketish his qilmagansizlar? Charchab ketmagansizlar? Faoliyatimiz qiziqyapti-ku, Yeli mukofot yana bormi? Sizlarga beramiz. Men bormish edi. Naq maydondagilarga ko'proq. Kuychi bevosita tarqatish supsi orqali bugungi faoliyatimizni ko'rayotgan barliq ko'rmanlarimiz, barliq qo'llovchilarimiz sizlarga chin ko'nglimizni, rahmatimizni aytamiz. Har vaqt mana shu supini qo'llab kelyapsizlar. Shu supi orqali nurg'ulg'an korxonchilarimizga, san'atkorlarimizga ilhom madad beryapsizlar. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmatimizni aytamiz. Rahmat sizlarga. Undan boshqa kuychi bevosita tarqatish supisininki xizmatlari uchun tirishchanlik ko'rsatayotgan operatorlarimiz, ovoz xizmatini qilayotgan shundaqla kirishtirish xizmatlarini qilayotgan orqa safdagi barliq xizmatchilarga chin ko'nglimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Sizlarga rahmat. Rahmat. Nabijon tayyor bo'ldimi? Xo'sh, unda bo'lsa, Nabijon sahnimizda. 在我的怀里，在你的眼里，哪里春风沉醉，哪里绿草如茵。 月光把爱恋洒满了湖面，两个人的篝火照亮整个夜晚。多少年以后，如云般游走，那变幻的脚步让我们难牵手。 这一生一世，有多少你我被吞没在月光如水的眼里。
mehmonlarga jör bo'lib o'tirg'i tushmagan barliq mehmonlarga chin ko'nglimizda rahmatimizni aytamiz. Rahmat sizlarga. Meningcha san'at nomerlarimiz davomlashsa bo'g'idek. Sahnalarga chiqib kelgan mehmonlarimiz intayin ko'pga. Chunki biz naqshini yaxshi ko'radigan, usulni yaxshi ko'radigan mehmonlar yig'ilibdimiz bugun. Nima deyman? Qani Bahriddin. Mikrofonni Bahriddin bilan Zumratga yana bir qaytim berma. Xalamsizlar? Yana bir qaytim berma bu ikkalanga. Bu şeyga xalaymiz degan vaqirgan so'z keldi. Rahmat. Bahriddin bilan Zumrat ijrosidan yana bir naqsha anglaylik, ha? Rahmat. Shundoq ko'ngillik bir ahmiyatli bir yig'ilishlarda o'tiribdik. Sizlar bilan bizning o'zgarishimizga intayin xushal bo'ldik. Ham nurg'un bilimlarga ega bo'lib qoldik shu faoliyat qatnashish jarayonida. Davomli xalqi biz Zumrat ikkimiz ko'n naqshlarni aytib o'tgan. Aytib Arlıqda yenilerini qassamba ko'n naqsh o'xshaydi deb. Navbatda aytib bermoqchi bo'lgan naqshimizning gapi. Mush mayliyer degan shu menanki tunji ijod qilgan naqshim. Buni lekin dastlab biz aytmagan. Keyin do'yinga biz aytib chiqdik. Xili olqishlik bo'ldi deb o'yildim, shuni aytib bersak. Mayliyer degan naqsh. Rahmat. Yo, ladies and gentlemen, everybody. Aha. Yüksek arzu kanda kızal, sevmesem bu meyliyer. Yürgüm saçta kumar sürdüm.